Azizlar, biza Labi House ansamblini oldik kelganmiz. Bu shunaqa deyilishiga sabab atrofida bir nechta tarixiy obidalar bilan o'rilgan, shuning uchun ansambl deyiladi. Ko'rishingiz mumkin, mana shu Ko'kaldosh madrasasi hisoblanadi. Tak, bitta Hazrati Imom ko'milgan. Bu Nodir Devonbegi deb nomlanadi, xonaqo. Tak. Bu yoqda to'g'rida bilgan bo'ladi, mana Xo'ja Nasriddinning haykali bor. Orqasida o'sha Nodir Devonbegini madrasasi joylashgan. 17-asrda qurilgan bular. Shu Labi House atrofidagilar hozir mana shunaqa o'zgarib ancha zamonaviylashib ketgan. Lekin bu ham tarixiy obida. Hozir voqli 11 bo'ldi, soat yuribman. Paka hech kim yo'q, magazinlar ham yopiq ekan. Voqli kelib qoldim. Kunim sovuq ancha. Turistlar ham kam. Ajoyib.